Madina Munawvaraning Muhammad bin Abdul Aziz nomidagi xalqaro aeroport. Juda ham go'zal. Maşallah tabaraka. Havo aynib, yomg'ir tomchilari tomchilamoqda. Alloh taolo har bir bandaga tez kunda Madina Munawvaraga kelib, mana shu aeroportdan chiqib Rasululloh alayhisalomni ziyorat qilishni nasib etsin. Amin. Mana 7-dekabr kuni uchgan ziyoratchilarimiz hammasi sog' salomat yetib kelishdi. So'xliklar mana Maqsudjon hammalari sog' salomat. Xudoga shukr, alhamdulillah. Yetkazganiga shukr, ko'rsatganiga shukr. Hojilar yuraveramiz. Hamma ziyoratchilarimiz sog' salomat, ko'tarinki kayfiyatda hammalari, alhamdulillah. Yuraveramiz avtobusga. Va rahmatullohi va barakatuh. 7-dekabr kuni uchgan 100 nafar ziyoratchilarimiz alhamdulillah Madina Munawvaraga yetib kelib, mehmonxonalarga joylashib, endi Masjid Nabaviyga kirib ketishyapti. Xudo xolasa hozir kirib birgalashib xufton namozini o'qib, Masjid Nabaviyda ibodatlarni boshlaymiz. Ayollarimizga Ravza-i Sharifda vaqtlar chiqqan. Hozir xudo xolasa ayollarimiz 11:30 da Ravza-i Sharifga kirishadi inshaalloh. 2:50 dan boshlab erkaklarimiz hammalari Ravzaga kirishadi. Alhamdulillah. Hammalari sog' salomat, kayfiyatlari a'lo darajada. Bemorlar yo'q, mana hojitomon. Kelyapsiz hojitomon. Hammalari sog' salomat. Kayfiyatlar zo'r. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hojilar kelyapsizlarmi? Bular Tojikistonliklar. Tojikistonliklarga alohida salomlar. Maşallah. Madina Munawvarada Masjid Nabaviyda mayin yomg'ir yog'yapti. Mana bu 7-dekabr kuni kelgan ziyoratchilarimiz mayin yomg'ir ostida Masjid Nabaviyga kirib ketishyapti. Hammalari sog' salomat, kayfiyatlari 102. Kayfiyatlar a'lo. Hech qanaqa mahzunlik, tushkunlik yo'q, charchoq alomatlari yo'q. Hammalari sog' salomat mana Masjid Nabaviyga kirib ketishyapti. Alhamdulillah. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 7-dekabr kuni kelgan ziyoratchilarimiz mehmonxonalarga joylashib, taomlanib, endi Masjid Nabaviyga kirib ketishyapti. Hammalari sog' salomat. Mana pontaklarni olib tashlang. Hammalari o'rganilmayapti. Hammalari sog' salomat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 7-dekabr kuni kelgan ziyoratchilarimiz mehmonxonalarga joylashib, taomlanib, endi Masjid Nabaviyga kirib ketishyapti. Hammalari sog' salomat. Mana pontaklarni olib tashlang. Hammalari o'rganilmayapti. Hammalari sog' salomat. Avvalo Madina Munawvaraga xush kelibsizlar hammalaring. Masjid Nabaviyga xush kelibsizlar. Xudoga Ziyoratchilarimiz ibodatlarni boshladilar. Ayollarimiz ham hammalari sog' salomat.
Mayin yomg'irda ostida Masjid Nabaviyga. Xudoning rahmati yog'yapti sizlar kelishlaringga. Anchadan buyoqqa yomg'ir yoqqan yo'q edi. Maşallah, tabarakallah. Hammalari xursand, ko'tarinki kayfiyatda. Va Tojikistonlik onajonalarimiz yaxshi hammalari, Xudoga shukr. Alloh taolo rahmati yog'yapti. Ziyoratchilar kelishyapti. Va ayollar jamoasi. Ziyoratchilar kelishyapti. Va ayollar jamoasi. Ziyoratchilar mazza qilib zamzamlar ichishyapti. Zamzamni ana not gold degan yozuvi bor, o'sha yozuvlar ichida iliq bo'ladi. Tomoqda olmaydi o'sha. Xo'sh tog'a? Ash not gold degan. Mana shunaqa not gold mana, xo'sh tog'a mana. Not golddan ichinglar. Tika turib, zamzamni tika turib ichsa bo'laverar ekan, duo qilib. Zamzam suvi nima deb ichsa shunga bo'lar ekan. Qiblaga qarab duo qilib ichamiz. To'yib ichaverlar zamzam. Alhamdulillah. Yomg'irlarning ostida Ravza-i Sharifga ketishyapti. Hammalari alhamdulillah. Hamma bilan ibodatlar qilib chiqsinlar. Hojonalarimiz duo qiling hojonar. A'zolaring sog' bo'lsin. Ravza-i Sharifga qilgan ibodatlaringiz, hammalaringiz duolaringiz Alloh taolo qabul qilsin. Salomat bo'ling. 7 dekabr kuni uchgan ziyoratchilarimiz alhamdulillah mayin yomg'irlar ostida ayollarimiz yana Ravza-i Sharifga kirib ketishyapti. Alhamdulillah. Kirib hozir xayr duolar qilib chiqishyapti. Mazza qilib Ravzaga kirib ketishyapti. Amin. Amin. Hojona sizlar jo'natgan Maqsudjon haqqi ham duo qilib qo'yinglar. Maqsudjon Alloh akbar.